paxta ekib ham ko'rgan odamman-da, fermerlikqa bir vaqtlar. Tavba qilib 1 yildan keyin topshirib, boshqa qaytmaganim bo'lsin. Bu fermerlar qanday chidab yuribdi deb shu yo'ldan qaytganman. Paxta ekib ko'rganmisiz? Yo'q, men fermer bo'lmasam ham yilin 2 oy dalada yuraman. Men paxta ekib ko'rganman vaqtida. Men tavba qilganman. Hokimiyat o'zi xohlagan raqamni qo'yib shuncha ekasan deb buyruq beradi. Sharoiting bormi, yo'qmi, qiziqtirib shuncha ekasan deydi. O'tirib oladi, bo'lmasa prokuratura keladi. Ish ochaman, qilasan. Ekdingiz ham bo'ldi. U qiziqtirmaydi qaysi yo'ldan ekib. Eng qizig'i chigitni ham tanlay olmaysiz. Chigitni ham mana buni qilasan deydi, monopoliya qilib. U chirib ketgan chigitni qaytib chiqadimi, yo'qmi, sifatimi umuman ishi yo'q. Olasan deydi, majbur shuni olasiz. Ekasan deydi, majbur ekasiz. Oradan biroz vaqt o'tib, siz endi yaxshi, shu arzon, yaxshi, foydali dorini endi beraman deb tursangiz, taqataq qo'yadi-da, mana bu dorini olasan. Bu dori ana foyda bermaydi desam farqi yo'q, olasan deb turib oladi. Xohlaysizmi, yo'qmi, hokimiyat bitta xonaga qamat pechatlari bilan olib kelib o'tirg'izib qo'yib, hammani shartnoma qilib, majbur shuni oldirib turadi. Eng qizig'i paxtani yetishtirgandan keyin ham o'zi xohlagan joyga sota olmaydi. Uni urib tebalab qaysidir klasterga olib ketyapti hozir. Bundan ham dahshat bilasizmi? Klasterdan ham vaqtida pulni ola olmayapti hozir. Shunaqa sharoitda manfaatdorlik 0 darajaga tushib qolayotgan bir paytda ayting, siz kabi olimlarning tavsiyasini olishga xohish bo'ladimi fermer?